marketga keldik. Dachaga bozorlik yana. Mana. Eng arzon roq shu Team Market ekan. Bo'lmasa yarmi to'g'ri yarmi. Do'stlar bilan Team Marketda spiska bo'yicha sekin to'plashni boshladik. Ular bilan narsalar olyapmiz. Doni, bir og'iz so'z YouTube'dagi muxlislarga. So'z yo'q. So'z yo'qmi? Mayli, jigarim bilan birga o'zi yapmiz mana. Mana o'zi bizni kustoshlar bilan bozorlik yarmi bo'ldi. Mana Doni jigarim. Team Marketda endi qolganini Korzinkada davom ettiramiz ekan. Aman, hammachomadan. Shuncha bo'ldi. Rasxotda jinnisi. Rasxotda jinnisi. Puli yo'qda. Puli yo'q hali. Shunaqa past bo'lamizmi? Sanoatda Toychoqda ketamiz bugun.
Bolalar bilan chita somsaga o'tdik. Qornimiz ochib, sabrimiz chidamay qoldi. Choy qo'yib beryapti. Xudo xolasa bu videolar hammasi tarixga muhrlanyapti. Xudo xolasa. Ziyod meni eng chin do'stim meni. Jigarim aka, Jigari qara, tishda bir ikki tetni uzib olishim kerak. Yaqinda men ham qo'yaman. Chitir somsa o'sha. Biz dacha yetib kelib oldik, xudoga shukr. Obzor qilishni boshlayman. Sekin biz o'sha oshxonamiz, mana Korolevskiy. Hozir ovqatlarimiz produktdan yarmi kelyapti. O'zi to'ldirib tashladim. Deb tushasizlar, ochasizlar. Shuni ochasizlar. Chiqadi o'sha. Mana Ziyod o'rtog'im bilan mana kechasi dachan saunasini yoqish uchun. Bitta yetadi mana shu menimcha. Yo'q, bu mana shuncha olsang yetadi. Shuncha yetadi. Sal kichira olaman menga. Men taxta olaman. Davay. Mana shu olib ket. Aha. Mayda chiqib tuzalaman. Sotik. Yo'lla, ulan olaver. Ishlab tur. Yo'l qolgan o'zim Ketdik o'zi. Mana ertalab xudo xolasa sizlarga, hurmatli obunachilarim, sekin obzor qilib beraman. Hamma uxlaganda, tinch bo'lgan paytda sekin ko'rsataman dachani. O'sha jigarim. Sauna yo'qlar. Nima yo'qlaring jigarim? Ha o'sha. Yoshligimda buvim tandirga yaqin kunlarda ham tandirga o'tin yoqtirardi-da. Bitta yoqsa nima derdi? Qani yoqa olmasa endi sigo ko'p bo'lardi endi. Shunaqa narsa, shunaqa gaplar bor edi, shunaqangi. Shunaqa bor edi, qani jigarim. Qanday videoga ishlaydi. Jigarim yoqib tashladilar. Ana o'sha. Buni saunamizda maza qilib cho'milamiz. Bitta ko'rsatib chiqay, obzor qilib. Shuni ochamiz-da. Bu tomon ochilar ekan. Mana sauna cho'ta. Shuni suvni sepib, pis etib o'tirib, sraz chiqib, kallalar tashlab, chotki bo'ladi. Chotki, hatto turaytiskesi ham bor. Ana. Dachamisan dacha. Bunga mazza qilib dam olamiz. Xudo xohlasa. Jigarlarim mana o'zi o'tiribdi damlarni olib. Jigarim Javohir Bejumaniozov kops qilashni boshladi. Yarmini tugatib qo'yibdi o'zi pashti. Qoyil. Jarayonlarda. Mana Yosinbek jigarimiz tarixda qolyapti.
Tarixiy yong'inlar. İşte. Mana o'sha akam, Aziz akam o'sha mana ko'mirlar yoqishni boshladi. Olta bormikan? Startamiz. Nima edi ismi? Sayt. Aha. Ular ana ko'mirdan sigaret o'p balang. Akam mana o'sha boshlab yubordida. Millat anidan olib qo'ysak bo'lar ekan. Yo'ldan o'zim olib qo'ysam bo'lardi. Mana shunday kelardi. Tashkildan bum yonardi bu. To'ppa to'g'ri akam. Chotki. Sigarlarni yeb mana jigarlar bilan уже blur o'ynayapti. Blur. Ha, doni yutyapti jigarim. Ziyod. Javoh, Yosin, Bek. Doni. Havatisi biz ikkovimiz kutib turibmiz. Mana. Narsalar tayyor qo'yganman men o'zim. Chotki. Aman, Muhammadjon. Mana taomlar уже olib kelishdi shashlikni. Mana nima qilyapti? İşşahını tortyapti deydi. Uni orqa minasi ushlab turibdi. Yo'q emas, javob. İyi. Klassik tayyorgarlik. To'g'rimi? Doğruymu? Ketdi, bo'ldi. Ajina qayda? Tog'ajonim meni. Serviska katajurga. Mana qilib qo'yadi, Alloh qo'yadi. Dachamizni men bir obzor qilib beray sizlarga. Yamakdan kiraverish. Chotki. Bochkani oldida shunday. No, jazor. Remont qilinmagan bo'lsa, ichi dahshatli ekan. Ichi chotki lekin. Tushirsak ham boramiz. Doni o'zi istoriya qilishni boshlabdi. Abed, qoq abed 12 bo'ldi. Biz maza qilib bugun ertalabda saunalar yoqib ertalabda cho'milib oldik. O'sha ichkari. Sekin endi bitta yangi basseyn qurilar ekan. Metlari chotki manzara. Pasam shekka tegishli ekan. Bittadan o'tirlab olib, atagicha kebab qildik, kebab. Chotki joylar. Doni, YouTube'ga. Ketishda xudo xohlasa masjiddan. Ha? Chetlarda bir chiqib rasmga tushib olamiz. Chotki joylar hali. Chotki. Ha, chetdan rasmga tushgan bo'lar ekan. Charpasi. O'sha chotki. Endi fotoxona. O'tinlar VIP. Shunaqa saytda hojatxonalar zo'r manzaralar ko'rinar ekan. Chotki mana eski dachasi bo'lgan ekan. O, metti qara sharsharasi bor ekan. Necha? Ko'rgani keldingda, jigarim. Bu eski dachasi ekan. Aytishi bo'yicha. Odam yashagan ekan. Metda hamda o'tirib, qandaydir faqat metda odam ishlayapti ekan, pastda.
aytdi. Yo'lni ko'p anaqa shundan bugun mana bizada ikkinchi kun mana o'sha Yosinbekni qo'llaridan shirindan shakar moshxo'rda ichyapmiz. Jigarimiz mana bugun to'rlar. Xudo xolasa. Kamtarona dasturxonimizga. Mana bu ikkinchi videochimiz. Parimiz ham bugun qaridi. Mana go'zallik. Mana shu chiroyli joylardan ketyapmiz endi. Bolajonlar o'tiribdi. Chista qanday qilib kelganmiz, shuni chiroyli qilib qo'ydik. Qaraman Muhammadjon Madayev. Tog'lar qaranglar qanaqa chiroyli. Sog' bo'lasizlar. Larim bilan o'zi uyga qarab, xudo xolasa yo'lga otlanmoqmiz. Mana Muhammad Yusuf jigarim bugun oldinda, orqada. Jigarlar. Hozir chiqsam, yo'q. Olib ko'rsa, qaysi qana issiqda qolsa, birinchi nikoh chiqaradi. Nima aytasizlar? Men anaqa Bezga suv. Kim beramiz? menga kolani petsiya haqida. Bezga suv. Bo'ladan işte. Mana bochkani oldidan joy topdik. Jigarim suv olib chiqqan. Eridi suvga. Yana qorachiyat, men bezga suv ichkim keldi. O'sha biz qaytyapmiz. Xudo xolasa, vallahi mollar bilan. Mana chiroyliligini. Tog'larni. Pullar ashlariga. Tushib rasmga tushish kerak-da. Mana o'sha har doim shunaqa qilamiz. Kerak edi-da degan narsa ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Orqamdagini ushladi, itardi bilan. Daykel. Tonirovkasi bormi?